Akalar, assalomu alaykum. Mana bugun bahorning birinchi kuni. Biz ham qishi bilan kallani o'ylantirib, bu yilgi sezonga qanaqa motorollar olsak bo'ladi, qanaqa skuterlar, qanaqa yuk tashiyotganlar deb o'ylab, fikr qilib, ideya qilib, hammasini tayyorlab qo'ydik. Yangi joy motosentrimizni xabarlarini ochganmiz. Bu joyimiz yana bitta tushuntirib o'tamiz. Yangi video ko'rayotganlarga Promzonaning yangi tushgan svetoforning tagi. Bu taraf aeroport svetofor Kurgavoydan kelish, bu taraf Uchko'prikdan kelish, bu tomon Spirtzavodni yo'lidan kelish, Yaradiy tomondan kelish, o'rtaga ochib qo'yganmiz. Bu yerdan sizlar kelib xohlagan motorollarni, skuterlarni xarid qilishingiz mumkin. Rikshalarimiz bor. Endi otaxonlarga, onaxonlarga olib bersa bo'ladigan, bog'chaga, maktabga, ro'zg'orga bozor qilgan dastyor $1200 dan. Bundan tashqari benzinli motorollarimiz o'sha Alp Motors'dan 1 tonnadan boshlab 4 tonnagacha bo'ladigan benzinli motorollarimiz bor. Agar bitta aytadigan bo'lsak, narxi vaqtimiz cho'zilib ketadi. 4 ta balonligi bor, 3 ta balonligi bor, labolari bor, hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Lekin narx-navosini telefon raqamlariga telefon qilib, sizlar xohlagan modelni rasmi bilan, narxi bilan tashlab berishadi. Skuterlar ham kelgan, yangi skuterlarimiz sezonga yangilari kelgan, velosipedlar, yuk tashiydigan motorolchalarimiz kelgan. Mana shu motorolchamiz 400 kg yuk ko'taradi. Ham yuk ko'taraveradi, ham odam olib kelsa bo'ladigan 400 kglik motorolchamiz bu. Eshiklari bor. Bemalol ikki sharqaga sig'adi yo sal baquvvatroq odam bo'lsa bir kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Buni ag'darib qo'ygan bo'lsangiz, bu tarafga 400 kg yukni orqaga qopni yuklab bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Bitta zaryad bilan 70 km yuradi. Hop, pulti, magnitofoni, hammasi, kaskasi, baloy battallari bor. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, 500 kglik, 600 kglik motorollarimiz, bular ham xuddi shu narxlarda. $8 dan qilib beramiz, tanlab olishlaringga qarab. Endi bu yerda qanaqa narxi o'zgarishi mumkin? Akkumulyatoriga qarab turib, bortning uzun kaltasiga qarab turib, narxlar o'zgarib borishi mumkin. Ichkarida ham motorollarimiz, o'yinchoqlarimiz bor, ularni ham bir sidra ko'rsatib o'tamiz. Labotsalar, labomiz bor. O'sha elektron akkumulyatorga yuradigan, bitta zaryad bilan 70 km yuradigan, 1 tonna yuk ko'taradigan labolarimiz, 4 ta balonli labolarimiz bor. Kabinkali motorol desalar, mashina rullik, 4 ta odam sig'adi, orqasiga yana 8 kg yuk ko'taradigan 4 teshikli kabinkali motorollarimiz bor. 1 tonnali bort 180 ga 130 500 ga 12 balonlar 1800 1000 motorlik motorollarimiz bor. Bularni kelib so'rab ko'rib olishlari mumkin. Adresimizni aytib qo'ydik. Yo bo'lmasam joylaring uzoqda bo'layotgan bo'lsa, telefon orqali sizlarga batafsil ma'lumotlar berishadi. Assortimentimiz bor. Behojolat kelaverasizlar, bu narsalardan muammo yo'q. Sizlarga motorollar 1 tonnaligimi, 600 kglik, 500 kglik, benzinlidan bo'lsa 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna, 4 tonna dalsi davom etib ketaveradi. Hozir biz sizlarga ko'rsatamiz. 1 tonnali motorolimiz kelgan. Bunaqasi hali kelmagan. Endi hozir zo'r oldin plastmasdan motor qilib sotgan odamlar, lekin hozir o'zgachasini olib kelganmiz. Haqiqiy ishlatsa bo'ladigan, buyum bo'lib qoladigan motorolimiz keldi. Sizlarga bitta shuni ko'rsatamiz. Akalar, endi har qanaqa motorolni olib sotib olish davri o'tdi. Endi original, haqiqiy cherta oladigan, uyga ishlaydigan, bunday minib yurgandan maza qiladigan, uyda xizmatini qiladigan motorollarni oladigan payt keldi. Shunam yangi model kelgan, hali O'zbekistonda yangilik deydi, unaqa emas, haqiqatan kelmagan. Bunaqasi kelmagan. Ataylab shu biz aytgandek qishi bilan o'ylab chiqarilgan bu motorol. Orqalarini ochib ko'rsatamiz hozir bitta. Bortlar baland, mol qo'y toshsa ham bo'laveradi, hasha toshsa ham bo'laveradi. Bitta orqasini ko'taring alisi. Mana shu yerda o'zining haligi qutichalari bor. Bu mayda-chuyda kulish-pulish, boshqa narsalar so'yurgani. Shunchaki oldingi amazatlarida qo'yib belardi, motorollarga amazat qo'yib ishlamasdi, lekin mana buni qilingan. Risollarni o'rniga xuddi shunday naklishniga o'xshatilib qo'yilgan двойной пружинаlar, motor miya 1800, shuna uslinli qilingan. 11 ta balon, boltlik gorni deyiladi bu narsa. Tormoz sistemalari ham pachumnili qilingan. Oldin shunday temirni o'zini qo'yib qo'yilgan bu narsani o'rniga hisob qilinmagan. Hozir bir pachumnili bu narsalar ham yengil tushib chiqish uchun. Bortlar gamba materialdan qilingan, qalin material, zapaskalari, kaskalari, hamma narsalari bor. Mayda-chuydalarigacha bitta zaryad bilan inshaalloh 70 km yurib beradi. Simlari ham qalin simlardan qo'yilgan. Qalin erib ketadigan yo bo'lmasa nagruzka beradigan narsa emas, qalin simlardan qo'yilgan bu narsaga. Olti orqa ketyapti, hozir sotildi. Bugun o'zi ikkinchisi olti orqa ketishi. Olti orqadamisizlar aka, sizlar ham? Dehqonmisizlar aka? Akamlar dehqonchilikka olib ketishyapti ekan.
uzum bodring turib nima? Ha, uzumchilik aka. Sizlar o'ylagandan ko'proq xizmat qilsin. Yaxshi kunlarga mininglar aka. Inshaalloh yaxshi narsa olyapsizlar. Sog' bo'lasizlar. Aka, videodamisiz? Ochig'ini akamdan so'raymiz. Aka, nech pulga oldingiz? 1,5. 1,5 mingga berishdimi? Mana biz narx aytmadik, o'tib beradi yo bo'lmasa ustiga qo'yyapti emas. Haqiqiy olgan odam bilan gaplashyapmiz. 1,5 ming dollar barakasi. Sizlar xohlagan turda material kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Garantiyalari bor, 3 oy garantiyasi bor. Xohlasalar 1500 u qimmat dikkan bo'lsalar, 1000 dollarga ham 1 tonnalik xuddi o'sha razmerda materiallarimiz bor. 900 dollarga ham materiallarimiz bor. Narx-navosida sifatiga qarab turib, akkumulyatori, bortni temiriga qarab turib o'zgarib boraveradi. Sizlar telefon qilasizlar, kelasizlar, inshaalloh ishlarni bitirib beramiz. Xizmatdamiz, kelaverasizlar.